Ya gapirasiz mikrofon. Nima deb gapiraymi? Bozor narxi qanday? Narxi juda yaxshi. Qimmat, arzon. Normal, arzon emas, qimmat ham emas. Yaxshi. Olsa bo'ladi. Molni ham olyapti, sotyapmiz. Nechi pul ekan bu qoljon? 1,5 million so'rayapti. 11 million? 15 deyapti. Ana. Ekring olay, mana Qashqadaryoda mahbus qiladi. Bu qayerda qo'zisi bu? Kel. Cho'mishinikimi? Sizlardami? Ha, bizdan. Nechi puldan ekan? 36 dan deyapmiz aka, 15 dan 15 avram urg'och emas. Hammasi irg'och, ha? 12 ta urg'ochsa. 12 ta irg'och. Uyda ham bor. Uyda ham bor ekan mana. Bozor nima deyapti bularni aka? Aka bozor 3 million 400 ming so'mdan so'rayapti aka. 3 dastavkasi. Dastavkasi 12 ta viloyatgacha aka. Ana bo'lmasa. 10 tadan ko'p bo'lganga dastavka qilib beramiz. 10 bo'lmasa. Uyda ham bor, narx bilan kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Endi qarang, odamlar aytadi-ku, men kattasini olaman, baland narxi aytdi deydi. Aka maydarog'i ham bor, 3 million 200 dan berib yuboraman. 3 million 100, 3 million 200 dan beraman. Nega? Nechi pul bo'lyapti aka bu? Nechi pul so'rayapsiz? 11,5 bilan top toza bizbekni beraman. 11,5. Siz qancha aytyapsiz, tog'a? 15 deb. 15 aytyapsiz. Voy, egasi yo'qmi deyman. Nechi puldan? 9 milliondan. Qo'y qo'zilarning narxi olsa nechi pul bo'lyapti? Qanaqa vaziyat bozorda degan aka-ukalarimiz uchun bugun biz Qamashi Chem mol bozoriga yetib kelganmiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men har doimgidek hurmatli do'stlar, haftani juma 26-iyun sanasida Chem bozoriga kelganmiz akalar. Sizlarga qo'ldan kelgancha narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Bozordagi holat qanaqa? Qimmat, arzon hammasini qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Video boshidan bir dona like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar. Instagram sahifamiz ishlab turibdi. YouTube'da yo'q videolar, Instagramda bo'ladi. U yoqqa ham o'tib qo'ysanglar bo'ladi. Telegram kanalimizda bepul mol, qo'y, qo'zilarni sotsanglar, o'zingizlar sotsanglar bo'laveradi. Rasmlarni tashab, nomerlarni qo'yib. Sizlarni ko'p kuttirib o'tirmaymiz. Obzorni boshlaymiz. Like'ni bossanglar, biz boshladik. Mana bu yerda savdo ham o'zim avjida. Nechi puldan bo'lyapti aka bu? Nechi puldan so'rayapti? 2 million 750 dan so'rayapti. Nechtasini? 8,5 million. 2 million 750 dan 3 tasini. Nechi pul aytilyapti o'zi? 3 milliondan bo'lsa deydi. 3 milliondan bo'lsa so'rayapti ekan akamiz. Mana. Savdo ham avjida. Xo'sh. Nechi pul bo'ldi aka bular? Qaysi akajon? Uchalasi. Chog'ni 28 dan so'rayapti aka. 28 dan bozor so'ra. Erkak Ha, uchalasi ham erkak. Nechi pul aytyapsiz o'zingiz? Ular 33 dan deb aytib turdik. 3 milliondan bo'lsa o'ng deydi. 3 milliondan bo'lsa o'ng deb. 33 dan aytibdi akamiz. 2008 shunaqa atrofi bozor so'rabdi. Nechi puldan bo'ldi rais bular? Sizlardami? Ha, bizdan. Nechi puldan ekan? 36 dan deyapmiz aka, 15 dan 15 avram urg'och emas. 3 million 600 dan 15 ta. Irg'ocha? Qayerda qo'ylar aka? Bozordagi. G'uzor. Izi ko'p bo'lmasa. Nomeringizni bersangiz. 95lik 95 036 036 66 87. 66 87 nomeriga telefon qilasizlar. Shunaqangi qo'y qo'zilarni saralaridan bemalol topsanglar bo'ladi akalar. Biz davom etamiz. Bular sotildimi aka? Sotilyapti. Nechi puldan ekan? Ujasi o'rtadagi aka. Nechi puldan aka? 8 million so'rayapti. Bu bilan buni 8 million so'rayapti. Berilmayapti. 10 deyapti egasi. Ikkalasini 10 deyapti ekan. Bular ham shu atrof menimcha narxi. Avtosalonni ko'rsatamiz. Mana saralari. Nechi puldan bo'ldi aka bular? 4,5 milliondan bahosi. Irg'ochi erkak? Aralash. Irg'ochisi ham bor, erkagi ham bor. Saralab tanlab olaverasizlar. Nechi puldan bular aka? 3 million 600 deyapti aka. 3 million 600 dan aytilyapti. Urg'och varianti. Hammasi irg'och, ha? 12 ta urg'ochsa. 12 ta irg'ochi. Uyda ham bor. Uyda ham bor aka mana.
Bozor nima deyapti bularni aka? Aka bozor 3 million 400 ming so'mdan so'rayapti aka. 3 million 400 dan so'radi, bermadingiz. Bu tomondan o'tib aylantirib ko'rsatdim. Soriq o'zlar. Manzilimiz Qashqadaryo, G'uzormi? G'uzor Oqtoshdan aka. Bu G'uzor tomondan o'tib Oqtosh. ko'rsating, nomer qo'yamiz. Oqtoshdan ekan. Uyda ham bor deyishyapti, izi ko'p. Yeb ichish, sog'lig'ida muammosi yo'q. Aka telefon qilishaversin, nomer qo'yamiz aka. 77lik Aha. 490 6003. Izi ko'p uyda. Izi ko'p aka. Ana. Erkaklari ham bormi? Olaman degan odam telefon qilaversin, topib beramiz aka. Dastavkasi. Dastavkasi 12 ta viloyatgacha aka. Ana bo'lmasa. 10 tadan ko'p bo'lganga dastavka qilib beramiz. 10 tadan ko'p olganga dastavkasi ham bor ekan, qilib berar ekan. Ana, akamiz tanib qolay. Ismingiz kim? Mamar Rajab deydi aka. Omar Rajab aka. Mana telefon qilib, Telefon qilaversin. Faqat olaman degan odam telefon qilsin aka. shunchaki narxini so'rab, ha, mayli deb qo'ymaysizlar. 3 million 500 dan dastavka, 3 million 400 dan o'zlab bitadi, shunday qo'yib taklif beraman. 3 million 500 dan dastavka, 3 million 400 dan o'zi borib olib ketadi. Mana shu 12 ta bo'ldi. Ana bo'lmasa. Uyda ham bor, narx bilan kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Endi qarang, odamlar aytadi-ku, men kattasini olaman, baland narx aytdi deydi. Eng maydarog'i ham bor, 3 million 200 dan berib yuboraman. 3 million 100, 3 million 200 dan beraman. Lekin kattalar 3,5 dan so'rayapti bozor. Odamlar ham tushunishsin-da. Uyga borsin, quruq qaytarmayman. O'zim ko'p. Ana bo'lmasa. Garantiya. Shu nomerga telefon qilishaversin. Bo'ldi. Akamizni eslab qolasizlar, nomer telefon qilaverasizlar. Rahmat aka, charchamang. Bozoringiz bersin. Narikilar kattalar ko'rsatdi. Bu kimdan? Kattalari ham bor ekan. Shu akamizniki ekan. Kelaymi, narxni olsin aytingmi buni? Bularni ham ko'rsating aka. Bular 42 dan deyapman, 39 dan so'rayapti bularni. Ha. Bular ham diqqatni qo'ysak, ikkilamay olish. Bular erkaklari? Erkaklar aka. Xullas ko'p ekanda. Ko'p aka, xohlagancha 1000 ta desa 1000 ta topib beraman aka. Hozir. Bo'ldi. Aylantirib ko'rsating. Hamma rasmga tushyapti-ku, qo'chqor bilan. Nech pul ekan bu qoljon? 1,5 million so'rayapti. 11 million? 15 deyapti. Ana. Ekin olay, mana Qashqadaryoda ma'qul qilardi. Bu qayerda qo'zisi bu? Kel. Cho'mishinikimi? O'zimizda shunday qo'yib yuborman. Mana. Necha yosh bu? So'rana nech pul beradi? Oho, kattaligini. Nech pul bo'lyapti aka bu? Nech pul so'rayapsiz? 11,5 bilan top toza bizbeklik beraman. 11,5. Siz qancha aytyapsiz, tog'a? 15 deb. 15 aytyapsiz. 11,5 siz so'ralyapti. Top toza. Mana jarayon. 11,5 top toza. Qancha kilosi buni? Kilosi 80lar deyapti. 80lar, ha? 80. Necha yosh bu? 2 yoshar. 3 yosh. Kirgizga tortib ko'rmabdingiz uyda. 11,5 so'rayapti akamiz, 15 million. Kattaligini qarang mana. Dehqonchilikmi aka bu? Qayerdiki? Chim, yana bormi bundan? Yana ikkita bor uyda, ikkita bor. Yirik aka. Izlab qolmasin akamiz nomerini. Bir safar katta qo'ydi ko'rsatuvdik, menga telefon qilib Toshkentlardan chiqib qoldi. Olamiz. Bu nomeri ham yo'q edi, ishlasasi yo'q. Qoyil. Ha, biz bozor ko'rsataylik. Qo'chqorlarni bir so'raymiz endi. Qo'chqorlar kimdan aka? Nech puldan? Nech puldan? Qani qassob? Egasi yo'q, qassobimiz yo'q. Bular qancha bo'ldi aka? Sizdanmi? Aytavering hammasini. Salom. Kattalar 15 milliondan. Kattalar 15. Bular qancha? 6,5 dan. Bozorimiz nima deyapti aka? Bozor 5,5 dan maydalar qilyapti. Kattalar 9 milliondan qilyapti. Bermayapsiz, ha? Dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik, ha? Nomeringizni berib qo'ying.
77'lik 010 7507. Izi ko'p. Izi ko'p. Xurram akadan murojaat qilishaveradi. Ana. Suyishga, to'yga, hamma narsaga. Hamma narsaga. Ana, Xurram akamizga murojaat qilasizlar. Qo'chqorlar temasi bo'yicha kattasi, kichkanasi hammasidan topib beraman deyapti. Endi narxini gaplashib, telefon qilib, baraka qilaverasizlar. Buni endi hammasini bittalab obzorni so'ramadik. Shunchaki tirs. Chorva City. Bu nech pul bo'ldi bular aka? Sizdanmi? O, egasi yo'qmi deyman. Nech puldan? 9 milliondan. Bozor nima deyapti aka? 63 dan so'rayapti. 63. 6 million 300 dan so'rayapti ekan. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Qayerda qo'ylari? Bozor. G'uzor. O'z boqqansiz. Nech puldan berasiz endi? Mo'ljal. 7 dan oshsa beramiz. 7 dan ko'tarar. Izi bormi uyda yana? Bor. Nomeringizni berib qo'ysangiz. 35 ta bor yana. 35 da? Hop, qo'y. Nomeringiz? Borib ko'rsa keyin bilamiz. To'g'rilmaydi sizda hozir. Men har hafta shu yerda. Ana, bozorga kelib topsanglar bo'lar ekan, uyda 35 ta bor ekan. Nomerda o'sha payt beraman deyapti. Xullas, shunaqa gaplar narxi. Xo'p, qo'zini so'radik, qo'chqorni so'radik, bu yog'i ona bola qisir degandek shularni bir so'raymiz. Keyin Instagramga qisqa lavhalarni olib boramiz. Nech pul bo'ldi bu? 4 millionga oldingiz. Qanday ekan bozor? Narx-navo. Ya gapirasiz mikrofon. Nima deb gapirayman? Bozor narx-navo qanday? Narx-navo juda yaxshi. Qimmat, arzon. Normal, arzon emas, qimmat emas. Yaxshi. Olsa bo'lar. Molni ham olyapti, sotyapmiz. Olsa bo'ladi. Ha. Qayerga ketdi bu? Bu Vosxotga. Vosxotga. Chiroqchi Vosxot. Ana, chiroqchi Vosxotga olibdi. Boqasizmi buni? Boqam. Ana. Tog'amiz olibdi. Bu nech pul bildirasiz? Tirishibda bo'g'ilib qolmasin bu. Nech puldan tog'a bular? 6 million so'mdan baho qo'yibman. 6 million so'mdan bahosi. Bozor nima deyapti? 5 dan so'rayapti. 5 milliondan bozor so'rayapti, bermabdi. Dehqonchilikmi? Qayerda? Dehqonchilik. Qayerda qo'ylar? Mana Chemchorixaniki. Chemchorixaniki. Bormi yana uyda? Bor. Nomeringizni bersangiz. 94lik 339 Aha. 69 25. Narx-navo qanday aka bugun? Narx-navo Oshib ko'tariladi deganda. oshib ko'tarilib turibdi, o'ynab turibdi. Ha, o'yna, dollarday. Dehqonchilik ekan. Qizi ko'p deyapti. Mayli, charchamang, bozoringiz bersin. Bular nech pul bo'ldirasiz? Sotildimi? Qanchaga? Nima rasmi? Nech pulga sotildi deyapman? 6 ga. Sotildimi? Nech pulda? Ikkalasi 11. Nargilarchi? Nomer yozda, nomerimiz yo'q. Nech puldan bo'ldi aka bular? 2 million 400 dan kami bor. Necha oylik bular? Bular 20 kunlik, 1 oylik qo'zilarda. 1 oy 20 kunlik. Bozor nima deyapti? Bozor bir ikoni 44 so'rovdi. Aha. Bir joyda 21 dan 2 million 50 dan so'rayapti. Ha, optimiga. Optimiga. Buni sotdi 15 ta edi. 15 ta. Yana bormi yo'qmi? Yo'q, bo'ldi. Tugadi? Hech yo'q. Qayerda qo'ylari? G'uzor Yarg'inchi akamiz o'zimizdan ekan. Qo'ylarimiz. Bu kattalarchi? Sizdan emasmi?
Bo'ldi, rahmat. Ana qo'ylarni, irg'och qo'ylarni ko'rsatamiz. Nech puldan bo'ldi tog'a bular? 5,5 milliondan. Aytyapti ekan. Ona bola. Nech puldan bo'ldi aka bular? Ona bola. Chorvasi edi. Qancha? 8 million. Ikkalasimi? Uchalasi. Ha. Chorvasi edi aka. YouTube'da. Narx-navolar bozorda bugunga shular akalar. Endi bozor katta. YouTube'ga qo'yilmagan jarayonni biz endi Instagramga qo'yamiz akalar. Instagramga ham o'tib qo'ysanglar bo'laveradi. Nech pul bo'ldi, rais? Bor baraka bo'ldi. Yaxshimi? Qancha bo'lyapti boshliq? 13,5 ga berilmayapti. 13,5 ga. Ikkalasinimi? Uchalasi. Uchalasimi? 13,5 ga. Gap yo'q. Buyog'lar nech pul? Ha, 13,5 shay qilyapti. O'zi nech pul aytilyapti? 14 aytilyapti. 14. Shansa qolmabdi-ku. Xullas kalom shunaqa joyi. Tugatsak ham bo'ladi. Akalar, bozorimiz narx-navolar shunaqa. Shu bilan videomizni tugatamiz. YouTube'ga qo'yilmagan joylari endi boshqa qo'y-qo'zilar hammasini Instagramga qo'yib boramiz. Instagramga o'tib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.